Qizlarga faqat pul kerak degan gap qayerdan chiqqan o'zi? Biladi. O'shani aytayinib ketib bo'lar ekan-ku, pul qiziqtirmaydigan ayollar ham. Aha. Qizlarga faqat pul kerak emas. Yaqinroq o'tiringlar, men sizlarga nimalar kerakligini aytaman. Aha, gapiraver, aylanib ketib. Qizlarga chotki mashina kerak. Chotki uy kerak. Biladi. Aha, keyinchi aylanib ketib. Aha. Tilla taqinchoqlar kerak. Gul kerak. Malades, o'mi shuncha gapingizga somsog'ingiz davlina bo'lmaganichi? Aylanib ketib, ana desertiga bir to'nqayib bersak, bir oyog'ingizni ham tiqib olasizmi kamiga, ha? Bog'imda nastarim bor. Guli, aha, aylanib ketib, ruchka daftarini olib keldim. Yana nima kerak? Aylanib ketib. Eng oxirgi chiqqan parfumeriyalar kerak. Pul oxirgi o'rinda-yu. Faqat pul kerak emas. Pul bizlar uchun oxirgi o'rinda turadi. Yo'q, malades, o'mi. San xula erta oqshomlar tugadi. Ke ustingni bekitib qo'y, sovqatib kasal bo'lib qolmagin bunday gaplar eshitib. U zo'rg'a katta qilyapti, aylanib ketib.